Bismillahirrahmanirrahim. Siyahatun wa da'watun. Sayohat va da'vat. وكان سيدنا عيسى يقضي أكثر أوقاته في السياحة والانتقال من مكان إلى مكان. Sayyidimiz Iso alayhissalom vaqtlarini aksarini sayohatda va bir joydan boshqa joyga ko'chishlikda o'tkazar edilar. يدعو بني إسرائيل إلى الله ويهدي خرافهم الضالة إلى ربها وسيدها. Bani Isroilni Alloh taologa chaqirar edi va ularni adashib qo'ygan qo'ylarini o'z egasiga va sayyidiga yo'llar edi. ويتفق له في هذه الجولات والرحلات اليسر والعسر والضيق والرخاء. Va mana bu aylanishlarida va mana bu safarida u kishiga yengillik, qiyinchilik va torchilik, ya'ni nima deydi, torlik va mo'l-ko'lchilik yetar edi, to'g'ri kelar edi. Ya'ni gohida yengilchilik to'g'ri keladi, ba'zida qiyinchilik bo'ladi, ba'zida ya'ni pulsizlik bo'ladi, ba'zida nima deydi, mo'l-ko'lchilik bo'ladi deyapti. Va yatahammalu zalika sabiran. Va mana shu narsani sabr qilgan holda bardosh berar edi. Va yaqbalu hada shakiran, va buni shukr qilib qabul qilar edi. Xo'p. Va yasbiru ala al-ju'i, va ochlikka ham sabr qilar edi. Va yajtazi'u bima yasuddu ramaqa. Ramaqun hayotni uchquniga ramaq deyiladi. Hayot uchqunini to'sib qoladigan narsa deymizda. Ya'ni o'lishlikdan to'sib qoladigan narsada. Demak, ya'ni hayotini qutqarib qoladigan narsa bilan kifoyalanardi. Yajtazi'u kifoyalanardi, qanoatlanardi degani. Demak, shu ochligini yoki nima deydi, hayotini saqlab qoladigan narsa bilan qanoatlanardi. Ya'ni bundaqa ko'p yevormas edi deyapti-da. Ya'ni ochlikdan o'lmasligi uchun yashab yurar edi. O'sha uchun yer edi. Undaqa ko'p yemas edilar.